Handmade Wife kanalining obunachilari, bizada hozir yangi tovarlar kelgan, o'zim sizlarga o'shani obzor qilib beraman. Qani, birinchi bo'lib mana shunaqa piyola va bokallarning tagiga qo'yadigan mana shunaqa panerani ko'rib o'tamiz. Bu to'qilmagan versiyasi, bu to'qilgan versiyasi mana ko'rishingiz mumkin. Telegram narxlarini Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Buni alohida sotamiz ham, to'qib ham sotamiz. To'qilgan 20 ming so'm, to'qilmagani 15 ming so'm. Mana agar nashta zakaz bersanglar, hammasini olib kelamiz. Ko'rishinglar mumkin. Ikkinchi narsamiz esa mana shunaqa ikkita, bittasi kichik, bittasi katta paneralar. Kichkinasi 35 ming so'm narxi, kattasi esa 40 ming so'm narxi. Buni to'qilgan holatida ham sotib olishingiz mumkin yokida o'zini ham sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunday o'zi kichkinasidan bitta, kattasidan bitta olib kelgan biza. Agar sotib nashta sotib olsalaringiz ham keltirib beramiz. Uchinchisi esa bu mana shunaqa spitsa, mana ko'rishingiz mumkin. Buni har xil millimetrliklari, santimetrliklari bor. Buni ham sotamiz. Hozir sizlarga ochib ko'rsataman. Birin-ketin. To'qishga paypoq to'qishga bo'ladi. To'rtinchisi esa bu esa mana shunaqa ikkita spitsa qo'shilgan mana buni har xil millimetrligi bor. Ignalik desalar ignalik olib kelib beramiz, lekin bu hozir ignalik emas. 5-chi narsa esa keyingisi esa alizeytlar. Mana shunaqa alizeytlar bu to'q olov rang. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunday. Buni har xil vasetkalar bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Bu esa odam rang. Buni hattoki qorasi ham bor. Xohlasalaringiz biror nima to'qib, hamma narsa to'qiydilar. To'qiymiz bundan. Xohlasalaring shu ipni o'zini sotib olib to'qsalaringiz bo'ladi. Buni alizani pufisi ham bor. Bundan ayiqcha, o'yinchoq, plet, ust uchun kardigan, sharf, shunaqa narsalar to'qisa bo'ladi. Buni ham har xil vasetkalar bor. Bu hozir ko'k rang, buni oqi bor mana. Yana pushtisi bor. Mana o'z pushti juda ham chiroyli rang va bizga eng ko'p yoqqan narsa bu rangi havo rang. Mana ko'rib turganingizdek mana shu bilan bizning raspakovkamiz tugadi. Bizni yana ko'rishda davom eting va bizni podpiska bilan like bosib qo'ying.